Bir ayol bir duoxonning oldiga kelib, "Shu erim ko'p uradi. Yerim urmaydigan qilib bering" debdi. Hali duoxon bitta toshni olibdi-da, erizi jahli chiqib so'kishni boshlaganda og'ziga shuni sog'aling debdi. Tushib ketmasin debdi, og'zingizni ochmang debdi. Shu toshni debdi og'zingizda ushlab tursangiz, yer hech ham urmaydigan bo'ladi debdi. Hali eri jahli chiqqanda toshni og'ziga solib, bunday og'zini yumib turamish. Er bitta ikkita gapirib, shun bilan ko'chaga chiqib ketibdi, urmabdi. Yana bir jahli chiqqanda yana toshni savogan ekan, yana bir ikki gap gapirib, xotinim yaxshi bo'lib qopti, nima uraman? Bu ayol toshdan ko'ramiz. Aslida Ali duoxon ayollar hammasi birdi. Shu kalta yeydigani javob qilguvchisi bo'ladi. Er bir deganda ikkini deb turaveradi. Erkak kishini g'azabi kelib, o'zi bilmay qo'l ko'tarib yoradi. Bitta gapdan qolinsa, joyida bo'ladi, yaxshi bo'ladi. O'sha javoblashish, bir odam bir pastroq bo'lib tursa, bir teng kelamiz. Hali teng huquq degan shior nima bo'lib berganda, huquqim bizaniki shunaqa deb tenglashaman deydi. Shun bilan ko'p mushkul ishlar kelib chiqadi.